25 yıl burun kelganman. Qanday? İcatga qanday yaxshimi? Tinchlikmi? Tinchlik keldingizmi? Yaxshi turibmiz. Qanday ahvolinglar yaxshimi? Salomat edinglarmi? Qana. Kirdilar. Shu 98-yili isimdi va kirgan bu qo'rg'oqqa biz. Ha. 98-yil badiiy filmda ishchilikka kelgan vaqtida. Kirgan. Asos jihatdan ham bu shu bitta o'zgarish yo'q. Shu vaqtda mishdan 70-yil sog'an dedim. 70-yillar. 70-yil sog'an bo'lsa, hozir mana 53 yil bo'ldi degan gapda. Shunami? Yermasi. Ana yaxshi keldingizmi? Tinchlik. Hammanglar sog' salomat, omon eson turibsizlar mana, ha? Mana 1-2 yil bo'ldi. Xil-pat ko'rishib turgan bo'lib qoldik, ha? Shundoq. To'rtinchining biri nimada ko'rishgan? Kuldirib. Maballar nomer ko'rsatdi. Abduzxon taklif qildi sahnaga. Keyin men o'zim shaxsiy nomimdan bir ziyorat qildim. Ma qora kirib, men bir xil hayajonlanib qoldim gapni rostini desam bo'ladi. 25 yil burun kelgan. Onun ustiga bu To'xti Qurban Saidkam o'zi saldirib, o'zinglarniki, oilanglarniki, ota-bobonglarning yiltizinglarmi shu? Ha, dadamninki yurtim shu, Chig'von. Mana Chig'vonniki 6-mahallasi deymiz. Hozir endi ijtimoiy rayon bor, hozir endi Badam ijtimoiy rayon. Shuning 1-mahallasi. Dadamninki ota-onasi shu Chig'von. Bizmi shu kichigimizdan shu mahallada o'ynab cho'ng bo'lgan. Bu dadamninki ilgari shu o'zimninki shu yurtimda o'tirman deb Müşaga uyini silib 70-yillardan tortib shu uyda. Bu bizningki cho'ng oila, cho'ng uymush ham. Bunday aytganda sizlarmi endi bizningki Shinjongda har millat san'atkorlarimizni agar mushtaq hisob qilsaqmi, statistik qilsaqmi, sizlar endi bir to'liq bir san'atkor oilasiga hisoblansizlar. Necha avlod? Mana aytganda hozir 3 avlod to'pildimi? Ha, 3-avlod to'pildi. Masalan, hozir endi siz masalan To'xti Qurban Saidkam, Anam xonim, anam boshqa Abdurashid Xon balani siz bir tunishtirib ixcham qilib menga bir tunishtirib aqlimiz kelsak anam dadamlar yakan san'at demakniki shu taramma artist ekan, nafar o'rlaydi ekan, komediya o'rlaydi ekan. Bizmi shu kichigimizni tortib shu sahnada o'ynab kulib yig'lab uxlab qilib degandek shu sahnadalam cho'ng bo'lgan biz. Oldi bilan vujudinglarda bor, qonni bor. Ikkinchidan to'g'ilibli ko'zingni ochib aqlingni bilib oyog'ingni chiqqandan boshlab sahnada shu san'atniki shu san'atda bağlarda cho'ng bo'lganda bizlar. Akam Abdurish To'xti Qurbonnimi anam shu Yakan noisinki Odalliq yezisi Taqqi-tuqqi 18-kentida. Shu yerda o'yin qo'yayotganda anam hali ig'ir bo'y bo'lib qolgandimi, shu sahnaga chiqishdan qolmabdi ekan. Shu yerda o'yin qo'yayotib akamni ashadi yengibdi ekan. Sahnada. Sahnada. Taqqi-tuqqi yezida. Taqqi-tuqqi kentida. 18-kentida. Taqqi-tuqqi kentida nayt saq baladan birisi tug'ilib ketdi. 3 kungacha anamning tug'utini yotganmay, u chog'da qatnash yo'q. Bir eshak arusida tepib anamni akamlarni shu nayiga shahar yetkab akiribdikan. Endi bizlar shu o'qiyotgan vaqtlarimizni tortib donlarimiz Yakan san'at demakning artistlari qanday nomer o'rlasa biz maktabda shuni bola artist bo'lib o'rlaydik. Oilada bo'lsa biz darsdan qaytganda ota-onalarimiz bizga bir oila rejissor bo'lib bizga yetaklaydi. Shu uyimizdagilarningki asos jihatdan hammaylar shu san'at kasbi bilan mayli kelin bo'lsin, mayli kuyovg'al bo'lsin, mayli navr bo'lsin, shu san'at bilan. Çünkü biz 3-avlod. Bizningki ijodiyat buloqlarimizning hammasi shu atrofimizda. Bizning atrofimizda asos jihatdan butun dehqon. Çünkü bizning o'rinlaydigan etotlarimiz dehqonlar tiliga qarab, xalq ishidan amaliyotdan olgan. Hamda o'yin tayyorlagan vaqtida aldilar mana shunday oiladagilarni dastlabda dadamninki yezib tutgan boshqa yozuvchilarning tutgan asarlarini biz aldı bilan etizliqda, qonaqliq, bug'doyliqlar, meshadi kengir bir tuproq var bizde. Şarait hazırlangan. Meshadi biz yodlaymiz. Andikin dadam meshadi harakat septirdi. Harakat silib, oildagilar bir yig'ilish bir ko'rimiz buni. Ko'rib shu uydagilar kulsa, to'xtang baning xalq kulitgan, bu qiziqarliq chiqibdi. Deydigan gap. Kulmay qolib qolsa buni dadam buni qiziqchilik qo'shadi. Ba'zan bir o'zi mazmunlarini to'liqlab. Bu bitgandan o'makka akirib, o'makdagi artistlar ko'rsatdik. Bizningki bu oilamiz san'atkorlar oilasi bo'lib yetilgan. Biz numur tayyorlayotgan biz aqlimiz kelsakmi, shu
dadamninki tayyorlatgan o'yinlari Sodiq akang aytgan, masalan, Lojang Tungje, mush Millatlar Ittifoqliq numeri bizda kichik vaqtlarimizda sahnada jaranglik o'rinlangan. Davomli sahnada o'rinlanadigan numurlar vatanparvarlik ideyasi, aningdagi partiyani ko'ylaydigan, Millatlar Ittifoqligini madiyalaydigan mush mazmundagi numurlarni biz ko'p tayyorlab, tanimizni tatib, mushu mazmunda ommaga aktiv energiya taqib, adabiyot san'atni gullantirib, rivojlantirib kelgan.